Do'zax va uning vasfi, do'zax ahllarining sifatlari. Alloh subhanahu va taolo jahannamga mukallaf farishtalarni qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l, Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan farishtalar turur. Mana aytdik, haqiqiy zolim kimsalar o'zlariga ham zulm qilib, oilasiga ham zulm qilgan kishilar dedik. Mana oyatning mazmuni shunday edi. Ya'ni inson o'zi Alloh taoloning hukmiga yurmaydi, o'ziga zulm qildi. Xuddi shu o'zi itoat qilmagandek, oilasini ham Allohning ibodatiga buyurmagan erkak, ota o'ziga ham oilasiga ham zulm qilgan bo'ladi. Sa'uslihi saqar va ma adraka ma saqar la tubqi va la tazar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Ey Muhammad, saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz? Saqar nima? Agar Alloh bildirmaganda biz qayoqdan bilardik? U biron kofirni qoldirmas, qo'ymas, balki kuydirib halok qilur. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik, egachilik qilur. 19 ta farishta qo'riqchilik qiladi, egalik qiladi. Jahannamning zaboniyalari, jahannamning farishtalari Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha yashaydigan milliardlagan odamlarni azoblashlik ishini bor yo'g'i 19 ta farishta uddasidan o'tadi. Alloh taolo nima 19 ta qildi? Mana keyingi oyatda bayon qiladi. "Va ma ja'alna ashaban nari illa malaika va ma ja'alna iddatahum illa fitna." Biz faqat farishtalarni do'zax egalari, qo'riqchilarini qildik va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik. Mo'min odam Alloh 19 ta dedimi, iymon keltiraveradi. Endi munofiq bo'lgan kimsa nimaga 19 ta? Nimaga 21 ta emas, nimaga 18 ta emas? Alloh taolo aytib qo'yapti, fitnaga solishlik uchun, ularni sinashlik uchun. Jahannamning kengligi, uning chuqurligi. Jahannam nihoyatda keng. Jahannam nihoyatda chuqur. Chunki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida sahih hadislarda keldi, Odam alayhisalomga buyuradi: "Farzandlaringdan jahannam haqqini ajratib qo'y." Parvardigor jahannam haqqi nima deb so'raganida Alloh taolo aytdi: "Har 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga, bittasi jannatga" dedi. Demak, insonlarning 1000 tasidan bittasi jannatga kirgandan keyin qolgan 999 tasi do'zaxga kirsa, demak do'zax kengligi ishora emasmi bu? Alloh subhanahu va taolo jahannamning chuqurligi, uning kengligi haqida nima deydi? "Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu jahannama hal min mazid." U kunda biz jahannamga to'lib bitdingmi dermiz. U esa yana qo'shimcha bormi der. 1000 tadan 999 tasini tashlab tursa, to'ldingmi desa, yana bormi deb turibdi. Sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jahannamga bandalar tashlanar ekan, u esa jahannam esa yana qo'shimcha bormi deydi. Alloh taolo uni oyog'i bilan ezadi. U ezilib biri-biriga kirishib ketadi. Shunda jahannam, Parvardigor, izzating va buyukligingga qasamki, yetadi deydi. Alloh taolo uni to'ldirib qo'yadi. Alloh taolo uni yetadi degizib qo'yadi. Bo'lmasam yana jahannam ziyodaligini so'raydi. Imom Muslim keltirgan sahih hadislarda Abu Hurayra aytadi, Rasululloh bilan birga edik. Rasululloh go'yo bir narsani eshitgandek quloq soldilarda, so'ngra bu nima? Bu nimani ovozi bilasizlarmi dedi. Sahobalar Alloh va Rasuli biluvchiroq deydi. Rasululloh aytdilarki, bu 70 yil avval do'zaxga tashlangan toshning ovozi dedi. Tasavvur qilingki, bir toshni chuqurligiga qarab uloqtirsangiz, 70 yil muddat qancha tezlikda, qancha chuqurga tushib borsa, jahannamning chuqurligi mana shuncha bo'ladi. Jahannamning chuqurligi shunday bir katta. Uning darakatlari bor. Mana jannatning darajalari bor deyiladi, jahannamning darakatlari bor deyiladi. Daraja degani arab tilida yuqoriga ko'tarilishga aytadi. 4-daraja, 5-daraja, tevaga qarab chiqib ketishlik. Endi darakat deb pastga qarab tushib ketishlik aytiladi.
Jannat yuqoriga qarab ko'tarilib darajasi bo'lsa, jahannam pastga qarab bo'ladi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, falan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmassiz. Qiyomat qoyim bo'lganda, deydi Alloh taolo, Fir'avnni eng past, jahannamning eng tubiga qamanglar deydi. Jahannamning eng past qismida munofiqlar bo'ladi va Fir'avn bo'ladi. Jahannamning eshiklari bor. Va inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. U kimsalarning barchalari uchun va'da qilingan joy shak shubhasiz jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvozadan ularning bir to'dasi kirar. Ali ibn Abi Talib aytadi: Jahannamning eshiklari bizni dunyoyimizning eshigidaqa yonma-yon turmaydi. Jahannamning eshiklari birini ostida, ikkinchisini ostida, uchinchisi. Pastga qarab, tabaqa pastga qarab tushib ketadi. Har bitta eshikdan o'tilinganda u azob o'zidan keyingi azobdan yengilroq bo'ladi. Ya'ni eshikni oxirlab pastga qarab tushib borar ekan, azobi yana ham shiddatlashib, qattiqlashib boradi. Jahannamga kirgan kishilar o'zlarining qilgan kufr isyonlari, gunohlarga yarasha ana shu eshiklarni birortasida to'xtaydi. Jahannamning issig'i, tutuni va qattiqligi. Albatta bu haqida juda ko'p hadislar, juda ko'p oyatlar keltirilgan, lekin vaqt tejashlik maqsadida qisqa bitta oyat, bitta hadis berib ketilyapti. Va ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin va hamim va zillin min yahmum la baridin va la karim. Chap tomon egalari. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Ular do'zaxdan tinimsiz esib turadigan, badanlarni ilma-teshi qilib yuboruvchi samum shamoli va qaynoq suv ichida va na salqin, na foydali bo'lmagan qora tutundan iborat soya ostida. Ularning soyasi ham mana shu jahannamning o'tidan bo'lgan, jahannamning tutunidan bo'lgan soyada. Ularning salqini o'zi azob bo'ladi. Intaliqu ila zilli salasi shu'ab la dalilin va la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Jahannamda yonayotgan do'zaxlardan ko'tarilayotgan badbo'y tutundan iborat. Osmonga o'ralgan sari bo'linib ketgan 3 bo'lakli, hech qanday salqinlik bermaydigan va do'zax alangasi ham to'smaydigan soyaga boringlar. Darvoqe u jahannam har tomonga har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Qasrdek keladigan uchqunlar otib turadi, bu sariq tuyalarga o'xshaydi. Kitobda, sunnatda do'zaxlarning sifati mufassal bayon qilindi. Dunyoda solih kishilarning peshvolari bo'lgandek, fojir, kofirlarning ham peshvolari bor. Xuddi shunga o'xshagandek, jahannamga kirgan kishilarning peshvolari, boshliqlari bo'ladi, yetaklovchilari bo'ladi, zuamo deyiladi arab tilida. Peshvolari bo'ladi. Shubhasiz, jahannamning peshvolarining eng kattasi iblis alayhi la'na. Avalau kana ash-shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Agar shayton ularni o't azobiga chaqirib turgan bo'lsa ham, inna ash-shaytona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Aniqki shayton sizlarga dushmandir, bas uni dushman tutinglar. Shak shubhasiz, u o'z firqasini, ya'ni o'ziga ergashgan kimsalarni do'zax egalari bo'lish uchun da'vat qilur. Odam alayhisalom tufayli iblis jannatdan quvilganidan keyin Alloh taologa va'da berdi. Qiyomatgacha o'lmaslik xatini Allohdan olgandan keyin, qiyomatgacha o'lmasligini va'dasini olgandan keyin Alloh taologa qasam ichib va'da berdi. Izzatingga qasam, shu odam tufayli haydaldimmi? Shu odam bolalarini, zurriyotlarini oldidan ham, ortidan ham, o'ngidan ham, chapidan kelib ko'pini adashtiraman, juda ko'pchiligini senga ergashmayotgan holda topasan dedi. Hozirgi kunda qarab turadigan bo'lsangiz, odamlarda juda ko'pchiligi Allohga itoat qilmayotganligini ko'ramiz. Hatto musulmonman deyotgan, namoz o'qiyotgan ba'zi bir odamlarda ham hayotda qilayotgan ishga qarasang, u iymoni, dini, namozi taqozosi bilan yashamayotganligini ko'rasan. Alloh taolo senga ergashganlar bilan jahannamni to'g'izaman dedi. O'zi inson biladi shaytonning gapi bo'layotganligini, faqat uni tamagisi kelmaydi. Jahannamning peshvolaridan Fir'avn.
yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fawradahumun nar va bi'sal virdul mavrud. U Fir'avn qiyomat kunida o'z qavmini boshlab borib do'zaxga tushirur. U tushiradigan eng yomon joydir. Mana hayotda albatta kimdir kimgadir ergashadi. Biz ham o'zimizga qaraylik, kimga ergashyapmiz? Kimlardan o'rganyapmiz? Shayton, Fir'avn va shunga o'xshagan peshvolar hozir ham yo'q emas oralarimizda. Jahannamga olib keladigan ishlarning yana bittasi bu kibr. Vallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inson mutakabbir bo'lar ekan, albatta jahannamga tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga qalbida zarracha kibr bor odam kirmaydi. Kibr nima? Bir kishi keldi, "Ya Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim chiroyli odam bo'lgandek, kiyimim zo'r bo'lishini xohlayman. Shu ham kibrmi?" deb so'radi. Rasululloh aytdilarki, "Yo'q" dedi. Kibr batarul haqqi va ghamtun nas. Kibr nima? Yaxshilab eshitib olaylik. Kibr haq so'zga unamaslik, haqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik. Kibr u kambag'alda ham bo'ladi. Haq gap gapirilganda itoat qilmaydi, unamaydi, yo'q deydi, men o'zim aytganimni qilaman deydi, hamda odamlarni mensimaydi. Mana shunday kishilar jahannamga boradi. Alloh taolo aytadi, bizning oyatlarimizni yolg'on degan va ulardan kibri havo bilan yuz o'girgan kimsalar esa do'zax egalaridir. Ular u joyda, do'zaxda abadiy qolguvchidirlar. Hadisda jannat bilan do'zax tortishdi. Jahannam aytdi, menga jabborlar, mutakabbirlar kiradi. Jabbor odamga jabr qilgan, zulm qilgan kishilar, mutakabbirlar mana shunday bir kibr qilgan kishilar. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin? Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Jahannam ahlining adadi katta. Mana aytib o'tdik, 1000 tadan 999 tasi do'zaxga kirib, bittasi jannatga kirgandan keyin do'zaxning kengligiga shu so'z o'zi kifoya qilmaydimi hujjatlikka? Dar haqiqat iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olurman degan gumonini ro'yobga chiqardi. Bas faqat bir guruh mu'minlargina unga bo'yinsunmadilar. Hozirgi zamonda bo'layotgan zalolat to'lqini, har xil fitnalar, har xil firqalar, oqimlar, har xil bir botil mazhablar bostirib kelayotgan paytda bularga adashmasdan haq yo'lda turgan mu'minlarning soni ko'p bo'lmaydi. 3-4 so'm deb turib dinini sotayotganlar bor. 3-4 so'm deb turib erkakligini sotayotganlar bor. Dayuslikni o'ziga yuk qilib olayotganlar bor. Mana shunday bir qiyin zamonda iymonda sobit turgan kimsalar 1000 tadan bitta bo'ladi. Alloh taolo aytgan edi, la amla anna jahannama minka va mimman tabi'aka minhum ajma'in. Albatta men jahannamni sen bilan, ya'ni iblis bilan va senga ergashgan odamlar bilan to'ldirurman degan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar: "Ey ayollar," dedi Rasululloh, "sadaqa qilinglar. Men jahannam ahlining ko'prog'i ayollar ekanini ko'rdim." Ayollar so'rash: "Ya Rasululloh, nima sababdan shunday bo'ladi?" Rasululloh aytdilarki, ular ko'p la'nat aytganlari va erlariga kofir bo'lganligi sababli. Ayol kishi Allohga kofir bo'lib do'zaxga tushmaydi deyapti bu yerda. Ko'proq qismi erlariga kofir bo'lib. Eriga qana qilib kofir bo'ladi? Qachon eridan bir norozilik, g'azablanib qolsa, "Sendan nima ko'rdim? Menga nima yaxshilik qilsan? Yaralgandan ko'ra mehnatdaman, sendan bir yaxshilik ko'rmaganman." Shu eridan ko'rgan ma'rufni inkor qilib kofir bo'lishiga bo'ladi va shu ularning jahannamga tushib ketishiga yetarli sabab bo'ladi. Ayollar sadaqa qilinglar. Jahannamning ko'proq qismi ayollar ekanligini ko'rdim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Muslim keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: azoblanayotgan kofirning ikki yelkasining oralig'i tez yuguradigan otning yurishidagi 3 kunlik masofachalik uzoq bo'ladi. Ya'ni bitta kofirda, jahannamda azoblanayotgan kofirni, bitta kofirni ikkala yelkasining o'rtasidagi masofa tez yuguradigan ot 3 kun tinmay yugurgan paytda qancha masofani bosib o'tsa, shuncha kengaytirilib qo'yiladi yelkasi. Ulamolar aytadi, jahannamda kofir badanining har bir qarichi azobni yetarli darajada olishi uchun Alloh taolo uning jasadini katta qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannamda eng yengil azob oladigan kishi haqida aytdi.
Imom Buxoriy keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, qiyomat kunida eng yengil azob beriladigan kishining oyog'ini ostiga cho'q qo'yiladi. Va mana shu cho'q tufayli uning miyasi qaynaydi. Boshqa hadislarda mana Abu Talib mushrik holatda vafot qilgandan keyin Rasulullohning amakisi, unga eng yengil azob beriladi degan Rasululloh. O'tdan bo'lgan kavush tegiziladi, uning miyasi qaynaydi deydi. Agar eng yengili shu bo'lsa, Qur'onda jahannam ahlining liboslari, taomlari va ichimliklari haqida bayon qilindi. Laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu va la yughni min ju'. Ular uchun biron taom bo'lmas. Ularning yemishlari faqat yegan kimsani semirtirmaydigan va ochlikdan xalos qilmaydigan zori'adan, ya'ni zaharli va badbo'y tikansimon o'simlik bo'lur. Yeydigan taomi shu bo'ladi. Inna shajarata zaqum ta'amul asim kal mukhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Albatta do'zaxning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxti gunohkorlarning taomidir. U taom misoli qaynoq suvning qaynashi kabi qorinlarda qaynaydigan, eritilgan, dog'langan yog'dir. Alloh taolo jannatni sifatlab bo'lgandan keyin aytadi. Azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqum? Mana shu jannat yaxshiroqmi yoki zaqqum daraxtimi? Haqiqatan biz uni, ya'ni zaqqum daraxtini zolim kimsalar uchun fitna aldov qilib qo'ydik. Ya'ni kofirlarga jahannamda zaqqum daraxti bo'ladi deganda, jahannamda hamma yo'g'i o't bo'lsa, uni o'rtasida daraxt qanday qilib o'sar edi? Kuyib ketmaydimi deb shubhaga borishdi. Insonni yo'qdan bor qilgan Parvardigori, hamma tirik narsani suvdan yaratgan Parvardigori jahannamning ichida kuymaydigan daraxtni yaratib qo'yishga qodir emasmi? Dar haqiqat u, ya'ni zaqqum do'zax qa'rida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunukligida xuddi shaytonlarning boshiga o'xshaydi. Ko'rinishi xunuk, ta'mi xunuk, yegandan keyingi azobi xunuk. Jahannam ahlining qorinlari ochadi. Bas ular, ya'ni do'zaxlar albatta undan yeb qorinlarini to'ldirguvchidirlar. So'ngra chanqaydi ular. Thumma inna lahum alayha la shawban min hamim. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqumning mevalarining ustiga qaynoq suvdan aralashtirur va ularni majburan ichishlikka olib kelinur. Yegani zaqqum, ichgani qaynagan suv, qorniga kirgandan keyin bu narsa qaynatib veritadi qorinlarini. Summa inna marji'ahum ila jahim. Keyin nima bo'ladi? Keyin dam oladimi ozgina? So'ngra ularning qaytadigan joylari yana albatta do'zax bo'ladi. Bu ularning yeydigan taomining azobi. So'ngra albatta sizlar, ey qayta tirilishni yolg'on degan gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasidan o'sadigan zaqqum daraxtidan yeguvchi, undan qorinlaringizni to'ldirguvchisiz. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichguvchi, ichganda ham tashna to'ymas tuyalar kabi ichguvchisiz. Mana shu ularning jazo, qiyomat kunidagi ziyofatidir. Tuya agar chanqashli kasalga uchrab qoladigan bo'lsa, tinmay suv ichadi. Ichaveradi, qorni yorilib ketishadi. Mana shu suvni o'ldiradi. Xuddi shunga o'xshagandek, zaqqum daraxtini yegan kimsani chanqog'i to'xtamaydi. Ustiga qaynagan suvni jahannam ahllarining badanlaridan oqqan qon, yiring, zinokorlarning farjlaridan oqqan sassiq badbo'y suyuqliklarni ichadi. Ularning yeydigan taomi zaqqum, ichadigan mana shunday bir najosatlar bo'ladi. Va suqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. U joyda qaynoq suv bilan sug'orilib, u suv ichaklarini bo'lak-bo'lak qilib tashlaydi. Sahih hadislarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar zaqqum daraxtidan, ya'ni qanchalik zaharli, qanchalik bir noxush daraxt ekanligini bilishlik uchun quyidagi hadisga quloq solamiz. Agar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, zaqqum daraxtidan bir tomchisi yer yuziga tomsa, uning ustidagi odamlarning hayotini fasodga aylantirib tashlaydi. Zaqqum daraxtidan bir tomchi tushsa, mana shunday bir katta yer sharida yashab bo'lmay qoladi. Bir tomchisi yer yuzini buzib tashlaydigan bo'lsa hayotini, endi yeydigan taomi, ichadigan ichimligi zaqqum bo'lgan kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ularning taomlaridan g'islin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim va la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Bas, bugun bu yerda uning uchun biron do'st madadkor yo'qdir va biron taom ham yo'qdir. Faqat yiringdan bo'lgan bir taom borki, uni faqat yo'ldan adashgan kofirlargina yerlar. Yiringlarni yeydi ular.
hada falyazuquhu hamimun va ghassaq va akharu min shaklihi azwaj. Mana bu qaynoq gidingdir. Bas ular o'shani totib ko'rsinlar. Boshqa azobi uqubatlar ham o'sha shaklda bo'ladi. Imom Qurtubiy aytadi. Do'zax ahllarining tanalaridan chiqqan suvlar deyiladi. Ularning badanlaridan oquvchi suyuqliklari, zinokorlarning farjlaridan chiqqan suvlar bo'ladi. Ular bu taom va sharobdan keyin suv so'raydilar. Zaboniyalar ularni sug'oradilar. Va yastaghisu yughasu bima'in kal-muhl yashbil wujuh bi'sa ash-sharobu wa sa'at murtafaqa. Agar ular tashnalik shiddatiga chidamay suv so'rasalar, eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarni kuydirguvchi suv berilur. Naqadar yomon ichimlik u, naqadar yomon joy u. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.